Hammaga salom. Siz haqingizdagi eng katta sir. Oldingi videolarimiz ancha jiddiy edi. Bugun ham jiddiy mavzu, lekin bu safar gap boshqalar haqida emas, gap siz haqingizda. Xo'p, sizga bir savol beraman. Dunyoda eng ko'p vaqtni kim bilan o'tkazasiz? Do'stingiz bilan emas, oilangiz bilan ham emas, hatto telefoningiz bilan ham emas. Butun umringiz davomida yoningizda bo'ladigan yagona inson o'zingiz. Shunga qaramay, ehtimol eng kam taniydigan insoningiz ham o'zingizdir. Bu g'alati tuyuladi. Chunki siz o'z fikrlaringizni eshitasiz, his-tuyg'ularingizni his qilasiz, qarorlaringizni o'zingiz qabul qilasiz. Har kuni oynaga qaraysiz, har kuni ichki ovozingizni tinglaysiz. Shunday ekan, yana kim sizni sizdan yaxshi bilishi mumkin? Lekin ilm-fan aynan shu yerda kutilmagan javob beradi. Ko'p hollarda siz nima uchun shunday qilganingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Tasavvur qiling, bir odamdan so'rashadi: "Nega shu kasb tanladingiz?" U javob beradi: "Chunki bolaligimdan orzu qilaman." Yana biridan so'rashadi: "Nega aynan shu insonni sevib qoldingiz?" U javob beradi: "Xarakteri yoqqan." Boshqasidan so'rashadi: "Nega aynan shu qarorni qabul qildingiz?" U ham aniq tushuntirib beradi. Savol: ularning javoblari haqiqatdan ham to'g'rimi yoki ular shunchaki miyasi keyinroq yozib bergan hikoyani gapiryaptimi? Bu juda og'ir savol, chunki agar javob ikkinchisi bo'lsa, unda biz butun umr o'zimiz haqimizda hikoya eshitib yashayotgan bo'lishimiz mumkin. Haqiqatni emas. 1970-yillardan boshlab psixologiyada bitta fikr tobora kuchaya bordi. Inson o'z ongiga to'g'ridan to'g'ri kira olmaydi. U faqat natijalarni ko'radi, sabablarini esa taxmin qiladi. Richard Nisbet va Timothy Wilson 1977-yilda ilmiy dunyoni larzaga keltirgan maqola yozishadi. Ularning xulosasi juda oddiy bo'lgan. Odamlar o'z qarorlarining haqiqiy sabablarini ko'pincha bilmaydi, lekin deyarli har doim ishonch bilan izoh bera oladi. Mana shu joyi meni eng ko'p o'ylantirdi. Agar men qarorlarimning sababini bilmasam, unda men degan tushuncha nimaga asoslangan? Chunki biz odatda o'ylaymiz. Avval o'ylaymiz, keyin qaror qabul qilamiz, keyin harakat qilamiz. Go'yo ong hamma narsaning markazida turadi. Lekin zamonaviy fan bizga boshqa manzarani ko'rsata boshladi. Ba'zi hollarda miya biz sezishimizdan oldin ishlashni boshlaydi. Ba'zi hollarda xotiramiz o'tmishni qayta quradi. Ba'zi hollarda miyamiz o'zi bilmagan sabablarni ham yaratib beradi. Demak, biz o'zimiz haqimizda bilamiz deb o'ylagan narsalarimiz qanchalik ishonchli? Bu savol aslida yangi emas. Taxminan 2,5 yil oldin, xuddi oldingidek, qadimgi Yunonistonda insoniyat tarixidagi eng mashhur iboralardan biri paydo bo'ladi. Know thyself, o'zingni angla. Bu ibora Delfi ibodatxonasining kirish qismiga yozilgandi. Keyinchalik Suqrot uni butun falsafasini markazga aylantiradi. Qiziq tomoni shundaki, Suqrot odamlarni o'rgatishdan ko'ra ularga savol berishni afzal ko'rgan. Chunki bitta narsani tushungan. Insonning eng katta muammosi bilmaslik emas, bilaman deb o'ylashdir. Aytishlaricha, Delfi ibodatxonasidagi kohin Suqrot Afinadagi eng dono odam degan. Suqrot esa bunga ishonmagan. U shahar bo'ylab yurib olimlar bilan gaplashgan, hunarmandlar bilan gaplashgan, siyosatchilar bilan gaplashgan va oxirida shunday xulosaga kelgan: men ulardan faqat bitta narsada ustun ekanman. Men bilmasligimni bilaman. Bu oddiy kamtarlik deb tuyulishi mumkin, lekin bugungi ilm-fan nuqtai nazaridan qarasak, unda juda chuqur haqiqat bor. Chunki inson miyasi bo'sh joylarni yoqtirmaydi. Agar nimadir sodir bo'lsa, u sabab topishga harakat qiladi. Haqiqiy sababni bilmasa ham o'sha sabab topishga harakat qiladi. Va aynan shu yerda biz eng qiziq savolga duch kelamiz. Agar miyamiz bizga har doim haqiqatni emas, mantiqan chiroyli ko'ringan hikoyani bersa, unda biz aslida kim bilan yashayapmiz? O'zimiz bilanmi yoki o'zimiz haqimizda yaratgan hikoyamiz bilanmi? Keyingi qismda inson miyasi qanday qilib bizning o'z qarorlarimizni bizdan oldin boshlashi mumkinligini ko'rsatadigan tajribalarni ko'ramiz. Va bu tajribalar men qaror qilyapman degan oddiy ishonchimizni jiddiy savol ostiga qo'yadi. Xo'p, miya avval qaror qiladimi? Shu yerda meni eng ko'p hayratga solgan tajribalardan biriga duch keldim va rostini aytsam, uni birinchi marta o'qiganimda ishonish qiyin edi. Chunki u juda oddiy savolni o'rtaga tashlaydi. Biz qarorlarni qachon qabul qilamiz? Tasavvur qiling, sizni oldingizda ikkita tugma turibdi. Hech qanday sabab yo'q, hech qanday bosim yo'q. Siz xohlagan paytingizda bittasini bosishingiz kerak. Oddiy harakat. Endi savol, siz tugmani bosishga qachon qaror qabul qildingiz? Barmog'ingiz harakatga kelgan paytdami yoki bir soniya oldinmi yoki undan ham oldinroqmi? 1980-yillarda amerikalik neyrofiziolog Benjamin Libet aynan
shu savolni tekshirishga harakat qiladi. U odamlarning miya faoliyatini kuzatadi, ishtirokchilarga oddiy topshiriq beradi. Qachon xohlasangiz barmog'ingizni qimirlating. Faqat bitta shart bor, barmog'ingizni qimirlatishdan oldin vaqtga bitta qarab qo'yishingiz kerak. Natija juda qiziq chiqadi. Libet kuzatgan narsaga ko'ra, miyadagi harakatni boshlovchi elektr faolligi, ya'ni miyaga apparat ulangan bo'ladi, u miyadagi elektr faollik boshlanganini o'lchaydi. Miyada harakatni boshlovchi elektr faolligi men hozir barmog'imni qimirlata olaman deb anglashidan oldin paydo bo'ladi. Boshqacha aytganda, miyada jarayon allaqachon boshlangan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu vaqt 300-500 millisoniya deb aytiladi. Ong esa keyinroq men buni qildim degan hissiyotga ega bo'ladi. Bu juda g'alati fikr, chunki biz odatda o'zimizni boshqacha tasavvur qilamiz. Go'yo ichimizda bitta markaz bor, u o'ylaydi, qaror qiladi, keyin tana unga bo'ysunadi. Lekin Libet tajribasi boshqa savolni tug'diradi. Agar miyadagi ayrim jarayonlar biz sezishimizdan oldin boshlansa, unda ongning roli nima? Albatta bu tajriba barcha savollarga javob bermaydi. Libet natijalari bugungi kungacha bahs qilinadi. Ba'zi olimlar bu faqat juda oddiy harakatlar haqida deydi. Chunki barmoqni qimirlash bilan kasb tanlash, hayotiy qaror, axloqiy tanlov bir xil narsa emas. Lekin baribir bitta narsa o'zgardi. Biz qarorlar qanday paydo bo'lishi haqida o'ylaganimizdan ancha kam narsa bilishimiz ma'lum bo'ldi. Ammo meni yanada ko'proq o'ylantirgan savol boshqa edi. Agar miya ba'zi qarorlarni biz sezishimizdan oldin boshlasa, nega biz baribir bu mening qarorim edi deb his qilamiz? Javobni tushunish uchun miyani yana bir g'alati xususiyatiga qarashimiz kerak. Miya sodir bo'lgan narsalarni shunchaki qabul qilib qo'ymaydi. U ularga ma'no beradi. U voqealarni bir-biriga bog'laydi. U sabab izlaydi. Buni eng yaxshi ko'rsatgan tadqiqotlardan biri miya yarim sharlari ajratilgan bemorlar bilan o'tkazilgan tajribalardir. 1960-yillarda ayrim og'ir epilepsiya holatlarida shifokorlar miyani chap va o'ng yarim sharlarini bog'lab turuvchi korpus callosum qismini ajratishga majbur bo'ladi. Shunda miyamizning o'ng yarim shari bilan chap yarim shari orasidagi aloqa juda kamayib, deyarli 0 holatga keladi. Ya'ni o'ng yarim shar bilan chap yarim sharda aloqasi uziladi. Keyinchalik nevrolog Michael Gazzingga bu bemorlarni o'rgana boshlaydi va u juda qiziq bir tajribani o'tkazadi. Ba'zi holatlarda miyani bir qismi nimadir qilayotganda, lekin til bilan bog'liq qismi bu sababni bilmasdi. Bizi nutqqa bog'liq qismi miyamizning chap yarim shari hisoblanadi. U bemorlarda bitta harakatni amalga oshirishini so'raydi va nimaga bunaqa qildingiz deb so'raydi. Bemor o'zi bilmagan holda mantiqli javob berib qo'yadi, sabab topadi, izoh beradi. Ya'ni u aynan qanaqa tajriba o'tkazadi? O'ng ko'zini yopib, bemorni chap ko'ziga o'rningdan tur deb ishora qiladi. Bilamiz, chap ko'zimiz bilan ko'rgan ma'lumotimiz miyamizning o'ng qismiga boradi, lekin bizni nutq hikoyalarda so'zlaydigan qismimiz bo'lsa chap yarim sharda joylashgan. U bemorda bo'lsa o'ng yarim shari bilan chap yarim sharining o'rtasi olib tashlangan. U chap ko'zi bilan o'rningdan tur degan ishorani ko'rib turib o'rnidan turdi. Endi u bemordan so'raydi keyin, nimaga o'rningizdan turdingiz desa, uni o'ng yarim shardan chap yarim sharga ma'lumot o'tmagan. Demak, chap yarim shar birorta ma'lumot, hikoya o'ylab topishi kerak va izoh beradi. Oyog'im og'rib ketdi, belim og'rib qoldi deb turib sabab topib beradi, izoh topib beradi. Lekin o'zi aslida haqiqat boshqacha bo'lgan. Haqiqat uni o'ng ko'zini bekitib, chap ko'ziga o'rningdan turib deb ishora qilishgani uchun o'rnidan turgan. Bemor o'zi bilmagan holda mantiqli javob beradi, yolg'on ma'lumotni zo'r qilib izohlab beradi. Lekin haqiqiy sabab boshqa joyda edi. U buni bilmasdi. Gazzingga miyani bu qobiliyatini interpreter deb ataydi, ya'ni miyaning hikoya yaratuvchi qismi. Miya uchun voqealar ma'nosiz qolishi qiyin. Agar sabab aniq bo'lmasa, u bo'sh joyni o'zi to'ldirib qo'yadi. Va shu yerda birinchi qismdagi savolimizga yana qaytamiz. Agar miya ba'zan o'zi qilgan ishning sababini ham bilmasa, unda biz o'zimiz haqimizda aytayotgan hikoyalarga qanchalik ishonishimiz kerak? Balki o'zimizni tanimasligimizning eng katta sababi bilmasligimiz emasdir. Balki biz bilamiz deb o'ylagan narsalarimizni hammasi ham to'g'ri emasligidir. Keyingi qismda bundan ham noqulayroq savolga o'tamiz. Agar kimdir sizni tanlovingizni o'zgartirib qo'ysa, siz buni sezarmidingiz? Yoki miyangiz baribir yangi tanlov uchun sabab topib beradimi? Balki siz o'z tanlovlaringizni ham bilmassiz. Shu paytgacha bitta g'alati narsani ko'rdik. Ba'zi qarorlarimiz biz sezishimizdan oldin boshlanishi mumkin va ba'zi hollarda miyamiz o'z harakatlariga keyinroq izoh yaratib olishi mumkin.
Lekin endi undan ham noqulayroq savol tug'iladi. Agar kimdir sizni tanlovingizni sezdirmasdan o'zgartirib qo'ysa, siz buni payqarmidingiz? Rostini aytsam, avvaliga men bunga albatta payqayman deb javob bergan bo'lardim. Axir o'z qarorimni o'zim bilaman-ku. Shunday emasmi? Lekin psixologiyada o'tkazilgan ayrim tajribalar bu ishonchimizni jiddiy sinovdan o'tkazadi. 2005-yilda shved olimlari Peter Johansson va uni hamkasblari juda oddiy tajriba o'tkazadi. Ishtirokchilarga ikkita ayolning surati ko'rsatiladi. Ulardan so'raladi, qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Odam tanlov qildi. Hammasi oddiy ko'rindi, lekin tajribaning eng qiziq joyi endi boshlanadi. Tadqiqotchilar maxsus usul orqali ishtirokchiga u tanlagan suratni emas, boshqa suratni beradi, bildirmasdan beradi. Ya'ni odam bir narsani tanladi, lekin qo'liga boshqa rasm keldi. Endi tadqiqotchilar so'raydi, nega aynan shu suratni tanladingiz? Agar odam o'z qarorini to'liq kuzatib tursa, u darhol to'xtang, bu men tanlagan surat emas deyish kerak. Lekin eng qiziq natija shundaki, ko'pchilik buni sezmay qoldi va undan ham qiziqrog'i, ular tanlamagan narsalarini nega tanlaganliklarini tushuntira boshlashdi. Tabassumi yoqdi, ko'zlari samimiy ko'rindi, yuzida iliqlik bor. Lekin bir daqiqa, ular aslida bu suratni tanlamagandi. Shunga qaramay, miya darhol hikoya yaratdi. Chunki ong uchun men bilmayman degan javob ko'pincha qoniqarsiz. U sabab izlaydi. Bu hodisa psixologiyada choice blindness, ya'ni tanlov ko'rligi deb ataladi. Bu faqat suratlar bilan bog'liq emas. Bu tajriba bizga katta savol beradi hayotimizdagi qarorlar haqida. Kasb, qadriyatlar, munosabatlar, orzular. Biz ularga qarab bu men tanlovim deymiz. Lekin ularning qanchasi haqiqatdan ham ongli tanlov va qanchasi keyinchalik o'zimizga tushuntirib bergan hikoyamiz. Tasavvur qiling, sizdan so'rashadi, nega aynan shu kasb tanladingiz? Siz javob berasiz, chunki menga shu soha qiziq edi. Lekin o'ylab ko'ring, balki bu qarorga birinchi uchragan ustozingiz, ota-onangiz fikri, bolalikdagi biror voqea, tasodifiy uchrashuv yoki hatto qaysidir paytdagi qo'rquvingiz ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Lekin siz ularni hammasini eslamasligingiz mumkin, chunki miya hayotimizdagi minglab ta'sirlarni bitta sodda hikoyaga aylantiradi. Psixolog Timothy Wilson bu haqda juda qiziq fikr aytadi. Uning fikricha, ongimiz yaxshi matbuot kotibi, lekin yomon guvoh. U voqealarni chiroyli tushuntira oladi, lekin har doim voqeaning asl sababini bilmaydi. Shu joyda juda muhim farq paydo bo'ladi. Biz men nima uchun shunday qildim degan savolga javob bera olamiz, lekin bu javob har doim haqiqiy sabab bo'lmasligi mumkin. Va menimcha, o'zimizni tushunishdagi eng katta to'siqlardan biri ham shu. Biz o'zimizni kuzatyapmiz deb o'ylaymiz. Aslida ko'pincha biz o'zimiz haqimizda yaratgan hikoyamizni kuzatayotgan bo'lamiz. Lekin inson haqida hali bitta juda katta savol bor. Agar qarorlarimiz haqidagi hikoyalarimiz ham xato bo'lishi mumkin bo'lsa, unda o'tmishimizchi? Biz o'zimizni xotiralarimiz orqali taniymiz. Lekin agar xotiraning o'zi ham o'zgaruvchan bo'lsa-chi? Keyingi qismda inson o'z hayotini qanday qilib qayta yozishini ko'ramiz. Bu ehtimol eng katta aldovlardan biri qarorlarimizda emas, o'tmishimizni qanday eslashimizdadir. Xotiramiz bizni qanday aldaydi? Shu paytgacha biz qarorlarimiz haqida gaplashdik. Miyamiz ba'zan qarorni biz sezishimizdan oldin boshlashi mumkinligini ko'rdik. Ba'zan esa u qilgan ishimizga keyinroq sabab topib berishini ko'rdik. Lekin inson o'zini faqat qarorlari orqali tanimaydi. Biz o'zimizni yana bir narsa orqali taniymiz, o'tmishimiz orqali. Biz ichimizda shunday tasavvur qilamiz. Men kimman degan savolga javob mening boshimda o'tgan voqealarda yashirinadi. Bolaligimda, xotiralarimda, boshimda o'tgan tajribalarda. Lekin bu yerda ham ilm-fan bizga noqulay savol beradi. Agar xotiralarimiz ham biz o'ylagandek ishonchli bo'lmasa-chi? Bir narsa o'ylab ko'ring. Bolaligingizdagi eng muhim voqealardan birini eslang. Maktabdagi birinchi kun, birinchi katta muvaffaqiyatingiz yoki hayotingizdagi og'ir kunlardan biri. Hozir siz uni aniq eslayotgandek his qilishingiz mumkin, go'yo miyangiz ichida o'sha voqeaning videosi saqlanib turgandek. Lekin psixologlar aniqlagan narsa boshqacha. Xotira video kamera emas, u arxiv emas. Xotira qayta quruvchi tizim. Har safar biror voqeani eslaganingizda siz uni tayyor holda olib chiqmaysiz. Miya uni yana qayta yig'adi va har safar qayta yig'ilganda u biroz o'zgarishi mumkin. Amerikalik psixolog Elizabeth Loftus aynan shu hodisani o'rganishga umrini bag'ishladi. U odamlarning xotirasiga yangi tafsilotlarni kiritish mumkinligini ko'rsatdi. Hatto odam boshidan kechirmagan narsalarni ham haqiqiy xotiradek his qilishi mumkinligini ko'rsatdi.
Mashhur tajribalardan birida ishtirokchilarga avtomobil avariyasi videosi ko'rsatildi. Keyin ulardan so'raldi: avtomobillar bir-biriga urilganda taxminan qanday tezlikda edi? Boshqa bitta guruhga savolni sal o'zgartirib beradi. Avtomobillar bir-biriga qattiq urilganda qanday tezlikda edi? Farq bitta so'zda. Birinchisida avtomobillar bir-biriga urilganda taxminan qanaqa tezlikda edi? Ikkinchisi avtomobillar bir-biriga qattiq urilganda qanday tezlikda edi? Farq bitta so'zda edi, lekin natija o'zgardi. Qattiq urildi degan ifodani eshitgan odamlar voqeani kuchliroq deb baholashdi. Ba'zilari esa videoda bo'lmagan tafsilotlarni ham eslay boshladi. Eng qiziq joyi, ular yolg'on gapirayotgan yo'q. Ular ataylab o'ylab topmayotgandi. Ular bunga chin dildan ishonib gapirayotgandi. Miya yangi ma'lumotni eski xotira bilan aralashtirib yuborgandi. Bu hodisa false memory, ya'ni yolg'on xotira deb ataladi. Va eng qo'rqinchli tomoni shundaki, yolg'on xotira ko'pincha haqiqiy xotiradan farq qilmaydi. U ham xuddi shunday his beradi. Aniq, ishonchli, haqiqiy. Lekin aniqlik har doim ham haqiqat degani emas. Shu yerda men o'zimga juda noqulay savol berdim. Agar xotiram o'tmishni qayta qurayotgan bo'lsa, men bolaligimni qanday eslayapman? O'sha paytdagi bola sifatida emasmi? Balki bugungi odam sifatida eslayotgandirman. Ehtimol siz ham hozir biror voqeani eslayotgandirsiz. Lekin o'sha voqeani emas, u voqea haqida yillar davomida yaratilib kelingan hikoyani eslayotgan bo'lishingiz mumkin. Psixolog Daniel Kahneman bu yerda juda qiziq farq kiritadi. U inson ichida go'yo ikki xil men borligini aytadi. Birinchisi experiencing self, ya'ni voqeani ayni paytda yashayotgan men. Ikkinchisi remembering self, ya'ni keyinchalik o'sha voqeani eslaydigan men. Va qiziq tomoni, ko'p qarorlarimizni aynan ikkinchisi boshqaradi. Biz kelajak haqida o'ylaganimizda ko'pincha haqiqiy tajribani emas, kelajakdagi xotiramiz qanday bo'lishini tasavvur qilamiz. Tasavvur qiling, siz bir haftalik sayohatga chiqdingiz. 6 kun ajoyib o'tdi. Oxirgi kun esa yomon tajriba bo'ldi. Oradan vaqt o'tib, siz ushbu sayohat haqida qanday eslaysiz? Ko'pincha oxirgi kuchli voqea butun xotirani bo'yab yuboradi. Kahneman buni pick and rule, ya'ni pick and rule deb ataydi. Biz tajribani har bir lahzasi bilan emas, eng kuchli nuqtasi va oxiri orqali eslaymiz. Shuning uchun inson ba'zan bolaligim juda baxtli edi deydi. Aslida u minglab oddiy kunlarda emas, bir nechta yorqin xotiralarda umumlashtirayotgan bo'ladi. Yoki aksincha, bir nechta og'ir voqea butun bir davrni qorong'u qilib ko'rsatishi mumkin. Shunda yana o'sha savolga qaytamiz. Agar qarorlarimizning sabablarini to'liq bilmasak va xotiralarimiz ham doimiy bo'lmasa, unda men degan tushuncha nimaga asoslangan? Balki biz o'zimizni faqat xotiralarimiz yig'indisi deb o'ylarmiz. Lekin agar xotiralar o'zgarib tursa, unda o'zimiz haqidagi tasavvurimiz ham o'zgarib turadi. Demak, biz nafaqat kelajakda qarorlarimizni to'liq tushunmaymiz, biz o'tmishimizni ham doim aynan qanday bo'lgan bo'lsa shunday saqlab qolmaymiz. Va endi videodagi eng katta savollardan biriga yaqinlashamiz. Agar qarorlarim meni to'liq tushuntirmasa, xotiralarim meni to'liq ifodalamasligi mumkin bo'lsa, unda men qiladigan narsa nima? Keyingi qismda bu savolni yana chuqurlashtiramiz. Chunki endi masala faqat inson miyasi haqida emas. Masala endi insonning o'zi nima ekanligi haqida. Biz o'zimizni bilamiz deb o'ylash illyuziyasi. Shu paytgacha juda g'alati manzarani ko'rdik. Biz qarorlarimizni o'zimiz qabul qilamiz deb o'ylaymiz. Lekin ba'zi jarayonlar ongimizda oldin boshlanishi mumkin. Biz tanlovlarimizni to'liq kuzatamiz deb o'ylaymiz. Lekin ba'zan tanlovimiz o'zgarganini ham sezmaymiz. Biz o'tmishimizni aniq eslaymiz deb o'ylaymiz, lekin xotiramiz ham uni qayta quradi. Shunda juda noqulay savol tug'iladi. Agar bularda hammasi shunaqa bo'lsa, biz o'zimizni qanchalik taniymiz? Balki muammo shundaki, biz o'zimizni kuzatishni juda oson deb o'ylaymiz. Go'yo ichimizga qaraymiz va u yerda tayyor javoblarni topamiz. Men shunday odamman. Men bunday narsani yoqtiraman. Men bunaqa qarashlarga egaman yoki bunaqalarga qarshiman. Lekin psixologiya boshqa narsani ko'rsatadi. Biz ko'pincha ichimizdagi jarayonlarni emas, ular haqida yaratgan tushuntirishlarimizni ko'ramiz. Psixologiyada bunga introspection illusion, ya'ni ichki kuzatuv illyuziyasi deyiladi. Bu nimani anglatadi? Bu degani inson o'z fikrlarini kuzatayotganda, u har doim fikrlarning asl manbasini ko'rmaydi. U faqat natijani ko'radi va miyasi unga ma'no beradi. Masalan, bir kuni fikringiz o'zgardi. Avval yoqtirmagan kitobingiz keyinchalik sevimli kitobingizga aylanadi. Bir inson haqida fikringiz butunlay o'zgaradi. Bir kasbga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi. Qiziq tomoni shundaki, ikkala davrda ham siz o'zingizni haq deb his qilgansiz. Ya'ni
Kitob yoqqan paytda ham, yoqmagan paytda ham, yoqtirgan insoningiz yoqmagan paytda ham, yoqqan paytda ham, kasbga bo'lgan munosabatingiz yoqmagan paytda ham, yoqqan paytda ham, ikkalasida ham o'zingizni haq deb hisoblaysiz. Avvalo men to'g'ri o'ylayapman degansiz, keyin ham men to'g'ri o'ylayapman degansiz. Demak, muammo faqat xato fikrlashda emas, muammo miyamizni o'z fikrlariga haddan tashqari ishonishida. Inson miyasi noaniqlikni yoqtirmaydi. U bilmayman degan javobdan qochishga harakat qiladi. Shuning uchun u dunyoni tushunarli qilish uchun hikoyalar yaratadi. Bu aslida juda foydali qobiliyat. Agar miya har bir narsani barcha sabablarini tahlil qilib o'tirsa, biz oddiy qaror ham qila olmagan bo'lardik. Muammo shundaki, bu mexanizm ba'zan bizni o'zimiz haqimizda ham chalg'itib qo'yadi. Masalan, sizdan nega aynan shu kasb tanladingiz deb so'rasa, siz javob berasiz. Sizda sabab bor. Lekin hayotingizdagi minglab kichik ta'sirlar, bir insonning gapi, biror kitob, biror muvaffaqiyatsizlik, biror tasodifiy uchrashuv, hammasi birga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Lekin ong bularda hammasini ko'rsatmaydi. U murakkab jarayonni bitta chiroyli jumlaga aylantiradi. Shuning uchun ba'zan inson men shunaqaman deydi, lekin savol tug'iladi. Bu haqiqiy menmi yoki miyamiz yaratgan qulay izohmi? Faylasuflar asrlar davomida mana shu savol bilan shug'ullanishgan. Masalan, David Hume inson ichida o'zgarmas bitta men topish qiyinligini aytgan. Uni fikricha, biz ichimizga qaraganimizda bitta o'zgarmas narsani emas, fikrlar, xotiralar, hislar oqimini ko'ramiz. 20-asr psixologiya va neyrobiologiya bu savolga boshqa tomondan qaray boshlaydi. Agar men bitta o'zgarmas obyekt bo'lmasa, balki u doimiy ravishda qurib turiladigan jarayondir. Har kuni miyamiz o'tmishni, hozirgi tajribani, kelajak haqidagi tasavvurlarni birlashtirib men degan hikoyani yaratadi. Va ehtimol o'zini anglash degani ham o'sha hikoyani buzib tashlash emas, balki uni qanday yaratilishini tushunishdir. Lekin hozir oldimizda yanada katta savol turibdi. Agar men doimiy tayyor narsa bo'lmasa, agar u xotira, qarorlar, tajribalar asosida qurilayotgan jarayon bo'lsa, unda yangi savol tug'iladi. Agar insonning barcha xotiralari, gaplari va fikrlash uslubi nusxa qilinsa, u hali ham o'sha inson bo'lib qoladimi? Va aynan shu yerda zamonaviy dunyoning eng katta savollaridan biri paydo bo'ladi. Sun'iy intellekt davrida men nima degani? AI davrida men nima degani? Shu videoni boshidan beri biz bitta savol atrofida aylanib yuribmiz. Men kimman? Avval psixologiyaga qaradik, miyamiz qarorlarni qanday shakllantirishini ko'rdik, keyin xotiramizga qaradik. O'tmishimiz biz o'ylagandek o'zgarmas emasligini ko'rdik va oxirida eng qiyin savol keldik. Agar qarorlarim, xotiralarim, hatto o'zim haqidagi hikoyam o'zgaruvchan bo'lsa, unda meni men qiladigan narsa nima? Bugungi kunda bu savol yanada qiziq bo'lib qoldi, chunki insoniyat tarixida birinchi marta bizga o'xshab gapira oladigan, yoza oladigan, rasm chiza oladigan va fikr yurita oladigan tizimlar paydo bo'ldi. Sun'iy intellekt. Bir necha yil oldin agar kompyuter she'r yozsa yoki suhbat qursa, bu hayratlanarli tuyulardi. Bugun bo'lsa sun'iy intellekt ilmiy matn tayyorlaydi, dastur yozadi, musiqa yaratadi, qo'shiq aytadi, tasvir hosil qiladi va hatto inson bilan falsafiy savollar haqida suhbatlashadi. Shunda tabiiy savol tug'ildi. Agar mashina inson qiladigan ko'plab ishlarni bajara olsa, insonni inson qiladigan narsa nima? Ko'pchilik darhol javob beradi: ong. Lekin muammo shundaki, ong nima ekanini biz hali ham to'liq bilmaymiz. Biz uni ta'sirini ko'ramiz, fikrlarni, hislarni, tajribalarni, lekin ongning o'zini qo'lga olib ko'rsata olmaymiz. Xuddi shamolni ko'rmaganimiz kabi biz faqat uning ta'sirini ko'ramiz. Barglarning harakatidan shamol borligini bilamiz. Xuddi shunday biz ongni ham uning belgilaridan bilamiz. Falsafada bu muammo hard problem of ashnaqa deyiladi. Ya'ni ongning qiyin muammosi deb ataladi. Faylasuf David Chalmers juda oddiy lekin chuqur savol beradi. Nega miyadagi fizik jarayonlar subyektiv tajribaga aylandi? Nega miya ichidagi elektr signallari shunchaki axborot emas, balki his qilish tajribasini beradi? Nega qizil rangni ko'rish faqat to'lqin uzunligini qayta ishlash emas, balki ichimizdagi qizillik hissini uyg'otadi? Nega og'riq shunchaki signal emas, haqiqiy tajriba sifatida seziladi? Bugungi kungacha bu savollarga hech kim aniq javob bera olmagan va aynan shu yerda sun'iy intellekt haqidagi eng qiziq savol paydo bo'ladi. Sun'iy intellekt aqlli ko'rinishi mumkin. U savollarga javob berishi mumkin. U inson kabi suhbatlashishi mumkin, lekin u nimanidir his qiladimi? Uning ichida qanaqadir tajriba bormi? Biz bilmaymiz. Chunki tashqaridan qaraganda aqlli ko'rinish bilan haqiqatdan ham ongli bo'lish bir xil narsa emas. Endi yanada yaxshiroq fikrni tasavvur qiling. Kelajakda shunday AI yaratildi. U siz haqingizdagi barcha ma'lumotlarni biladi. Sizni yozish uslubingizni, gapirish ohangingizni, qiziqishlaringizni, xotiralaringizni, qo'rquvlaringizni, hayotingizdagi muhim voqealarni va u sizni o'rningizga shunday gapiradiki,
eng yaqin insoningiz ham farq sezmaydi. Savol: u siz bo'ladimi shunda? Ko'pchilik darhol yo'q deb javob beradi. Lekin nega? Axir u siz haqingizda juda ko'p narsani biladi. U siz kabi gapiradi, siz kabi fikr bildiradi, siz kabi xotiralarni aytib beradi. Demak, inson faqat ma'lumotlar yig'indisi emas, faqat xotiralar emas, faqat til emas, balki insonning mohiyati ularda qanday birlashganidadir. Va shu yerda biz videoning boshidagi savolga qaytamiz. Nega biz o'zimizni yaxshi tanimaymiz? Chunki biz menni bitta oddiy narsa deb tasavvur qilamiz. Go'yo ichimizda o'zgarmaydigan bitta markaz bordek. Lekin ilm-fan boshqa manzarani ko'rsatadi. Men xotiralarimiz, qarorlarimiz, hissiyotlarimiz, tanamiz, atrofimizdagi odamlar bilan munosabatlarimiz va o'zimiz haqimizdagi hikoyamiz birlashmasi bo'lishi mumkin. Ular hech bir yolg'iz holda men emas. Lekin ularda doimiy o'zaro aloqasi bizga men degan tajribani beradi. Sun'iy intellekt bizga faqat yangi texnologiya bermadi. U bizni yana eng qadimiy savol bilan yuzlashtirib qo'yapti. Inson bo'lishda o'zi nima? Va ehtimol AI haqidagi eng katta savol mashinalar qachon insondek bo'ladi emasdir. Balki haqiqiy savol insonning o'zi nima ekanini biz qachon tushunamiz? Chunki o'zimizni tushunmasdan turib boshqa ongni tushunish qiyin. Lekin hali bitta savol qoladi. Agar biz o'zimizni hech qachon to'liq tugallangan holda topa olmasak, o'zini anglash mumkinmi? Yoki o'zini anglashning o'zi bir umr davom etadigan jarayonmi? O'zini anglash manzil emas, jarayon. Video boshida sizga bitta savol bergandim. Nega biz o'zimizni yaxshi tanimaymiz? Shu vaqt davomida biz turli javoblarni ko'rdik. Psixologiya bizga shuni ko'rsatdi. Biz ko'pincha o'z qarorlarimizning haqiqiy sabablarini to'liq bilmaymiz. Lekin baribir ular haqida ishonch bilan hikoya yaratamiz. Neyrobiologiya bo'lsa, qarorlarimiz qanday paydo bo'lishi biz o'ylagandan ancha murakkab ekanini ko'rsatyapti. Ba'zi jarayonlar biz sezishimizdan oldin boshlanishi mumkin. Xotira bo'lsa, o'tmishimiz oddiy yozuv emasligini ko'rsatdi. U har safar eslaganimizda qayta qurilishi mumkin. Sun'iy intellekt bo'lsa, eng katta savolni qaytardi. Men degan o'zi nima? Va menimcha bu videodan keyingi eng muhim xulosa shuki, insonda eng katta xatosi o'zini tugallangan narsa deb o'ylashdir. Biz ko'pincha men shunaqa odamman deymiz. Go'yo o'zimiz haqimizda oxirgi qarorda allaqachon chiqarib bo'lgandek. Lekin ilm bizga boshqa narsani aytayapti. Sizning miyangiz o'zgaradi, fikrlaringiz o'zgaradi, qadriyatlaringiz o'zgaradi, dunyo qarashingiz o'zgaradi. Bugungi siz bir necha yil oldingi siz emassiz va kelajakdagi siz bugungi siz bo'lmaydi. 2,5 yil oldin faylasuf Geraklit juda mashhur fikr aytgan. Bir daryoga 2 marta tushib bo'lmaydi. Ko'pchilik bu gapni faqat daryo haqida deb o'ylaydi, lekin aslida u inson haqida ham. 2-chi marta daryoga tushganingizda na daryo avvalgidek bo'ladi, na siz. Balki o'zini anglash ham shundaydir. Bir kun kelib topiladigan yakuniy javob emas, bu har kuni davom etadigan suhbat. Suqrot o'zingni angla degandi, lekin ehtimol bu bir marta o'zingni top degani emas. Balki har doim o'zingni tekshir degani. Chunki o'zini mutlaq tushunganini aytgan inson savol berishni to'xtatadi, o'rganishni to'xtatadi, o'zgarishni to'xtatadi. Lekin o'zini hali o'rganayotgan inson har kuni yangi narsani ko'radi. Shuning uchun agar bu videodan faqat bitta fikrni olib ketsangiz, mana shuni olib keting. Siz o'zingiz haqingizdagi hikoya emassiz. Siz har kuni qayta yozilayotgan hikoyasiz. Sizni o'tmishingiz sizni tushuntiradi, lekin u sizni chegaralab qo'ymaydi. Sizni hozirgi fikrlaringiz sizni ifodalaydi, lekin ular oxirgi haqiqat emas. Chunki inson tayyor mahsulot emas. U doim shakllanayotgan jarayon. Va ehtimol o'zini anglashning eng katta maqsadi men kimman degan savolga bir marta javob topish emas. Ya'ni agar siz men kimman degan savolga bir marta javob topsam bo'ldi deb turib harakat qilayotgan bo'lsangiz, hafsalangizni pir qilaman. Bu noto'g'ri. Balki har safar o'zgarganingizda bu savolni yana berishga jur'at qilishdir. Chunki eng xavfli yolg'on boshqalar biz haqimizda aytayotgan yolg'on emas. Eng xavfli yolg'on biz o'zimiz haqimizda yaratgan va hech qachon tekshirmagan hikoyamizdir. Va ehtimol eng katta erkinlik ham o'zingizni to'liq bilib olishda emas. O'zingizni har kuni yangidan kashf qilishga tayyor bo'lishda. Chunki insonda eng qiziq sayohati dunyoni o'rganish emas. Balki dunyoni o'rganayotgan odamning o'zini o'rganishdir. Rahmat.